tananing salomatligi, jonning rohati. To'ytepadan kelgan xolamiz bizada 5 kungina muolaja oldilar, og'riqlardan xalos bo'lib, bizga O'tsov berishga qaror qildilar. Bu yog'ini o'zlaridan eshitamiz. Men Musayeva Dilfuza, Nurafshon shahri, To'ytepadan kelganman. Tizzalarim, oyoqlarim og'rirdi. Shunga bu yoqqa kelganimdan qizlar, mutaxassislar yaxshi qarashdi. Menga manfaatli bo'ldi. Sizlarning ham kelishinglarni so'rab qolaman. Belingizga, oyog'ingizga og'riqlaringiz qoldimi? Belimdagi, oyoqlarimdagi og'riqlarim qoldi. Bugun mana 4 kun, 5 kun bo'lyapti. Oyoqlarim yaxshi og'rimayapti hozir. Ancha yaxshi, yurishlarim yaxshi. Sizga manfaatli bo'lganimizdan biz ham xursandmiz. Sog' bo'ling. Muolajalarimiz hali tugamadi, xudo xolisa. Xudo xolisa yana bor. Yaxshi boring, sog' bo'ling. Rahmat. Tanangizda kuchli og'riqlar bormi? U holatda sizni Skelet klinikasida kutib qolamiz. Videoda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling.